512 talik iPhone 16 Pro Max lar $300 arzonlab ketdi. Aka, narxlar yoqdimi? Arzon. Oching aka. Bismillah. 16 Pro Max olish uchun nima ish qilish kerak? Tushunmaysiz-ku. Ko'p ish qilyapti. Magazin bo'lish kerak. Aha. Unaqa magazinlar bo'lish kerak. Balu deydi-yu Toshkentchasiga. Yo'q, ayol nima dedi? Baliq dedi. Yo'q, ikkinchisi balu dedi-yu. Bismillah. Voy. Amazonga o'zimga podarka deydi-yu. Svetlari yoqdimi? Svet bomba. Mana bu bilan lekin Farqliligini qarang. Nima uchun Samsungga xiyonat qildingiz? yo'q, Samsungga xiyonat qilganim yo'q. Men Instagram videoni ekka qo'ymayapti. Ko'p blogerlar menga maslahat berdi iPhone. Samsungdan demak qo'ysangiz rekomendatsiyaga chiqmayapti, to'g'rimi? Qo'ymayapti. Instagramda.